Assalomu alaykum aziz do'stlar, qadrli tomoshabinlar. Bugungi videomiz hayotingizdagi eng muhim masalalardan biri pensiya ta'minotiga bag'ishlanadi. Bu mavzu har birimiz uchun nihoyatda dolzarb, chunki ertami kechmi barchamiz bu masala bilan yuzma-yuz kelamiz. Bugun men sizga bir yangilikni e'lon qilmoqchiman. Bu sizning pensiyangiz qanday hisoblanishi va siz uni qachon va qancha miqdorda olishingizga bevosita ta'sir qiladi. Hozirda davlatimiz rahbariyati tomonidan qabul qilingan muhim qarorga ko'ra pensiya tizimida jiddiy o'zgarishlar kutilmoqda. Qaror qabul qilindi. Pensiya yangi tartibda bo'ladi. Aynan mana shu sarlavha ostida bugun men sizga barcha tafsilotlarni, har bir nozik jihatni ochib beraman. Ushbu ma'lumot sizning kelajagingiz uchun, oilangiz farovonligi uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Shuning uchun bugungi videomizni bir soniya ham o'tkazib yubormasdan diqqat bilan oxirigacha tomosha qilishingizni so'rayman. Bu siz uchun juda muhim. Kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Zero bu sizga kelajakda ham shu kabi foydali va muhim ma'lumotlarni yetkazishimizga yordam beradi. Pensiya tizimi azizlarim, bu oddiygina bir kun kelib davlat menga pul beradi degani emas. Bu bizning butun mehnat faoliyatimiz davomida qilgan ijtimoiy sug'urta to'lovlarimizning natijasi. Bu bizning kelajakdagi moliyaviy barqarorligimiz kafolati. Avvalgi tizim qanday ishlardi? An'anaviy pensiya tizimida pensiya miqdori ko'pincha so'nggi yillarda olingan ish haqi miqdori va umumiy mehnat stajiga qarab hisoblanar edi. Masalan, fuqaro o'zining mehnat faoliyatining ko'p qismida uncha yuqori bo'lmagan maosh olgan bo'lsa-da, so'nggi 5-10 yilda nisbatan yaxshi maoshga ega bo'lib, umumiy mehnat staji yetarli bo'lsa, pensiya miqdori aynan shu so'nggi yillardagi yuqori maoshlarga qarab hisoblanardi. Bu esa bir tomondan adolatli tuyulsa-da, boshqa tomondan ba'zi tushunmovchiliklar va noroziliklarga sabab bo'lardi. Ya'ni kimdir butun umr past maoshga ishlagan, lekin pensiya oldidan sun'iy ravishda maoshini oshirib, yuqori pensiya olishga harakat qilgan holatlar ham kuzatilar edi. Shu bilan birga, avvalgi tizimda pensiyani hisoblashda mehnat stajining har bir yili bir xil darajada muhim deb hisoblanardi, ammo maosh miqdori eng oxirgi 5 yildagi maoshlarning o'rtacha ko'rsatkichidan olinishi amaliyoti keng tarqalgan edi. Bu esa odamning butun mehnat faoliyati davomidagi to'lovlari qay darajada inobatga olingani borasida savollar tug'dirar edi. Aynan mana shu jihatlarni hisobga olgan holda tizimni yanada adolatli, shaffof va har bir fuqaroning mehnatiga, uning ijtimoiy sug'urta tizimiga qo'shgan real hissasiga mos bo'lishini ta'minlash maqsadida yangi tartib joriy etilmoqda. Endi pensiya hisoblashning yangi usuli butunlay boshqacha yondashuvni talab qiladi. Endi esa azizlarim, eng muhim qismga o'tamiz. Pensiya tizimida nimalar o'zgaradi va bu o'zgarishlar kimga qanday ta'sir qiladi? Eng asosiy va fundamental o'zgarish shundaki, endilikda pensiya miqdorini hisoblashda fuqaroning butun mehnat faoliyati davomida amalga oshirgan ijtimoiy sug'urta to'lovlari, ya'ni uning real ish haqi va undan ajratilgan ijtimoiy to'lovlar miqdori to'liq inobatga olinadi. Bu degani avvalgidek faqat oxirgi 5 yil yoki 10 yildagi eng yaxshi maoshlar emas, balki ish faoliyatingizning har bir oyda olgan maoshingizdan qilingan to'lovlar asosida pensiya balingiz shakllanadi. Har bir yil, har bir oy muhim bo'ladi. Bu tizim yanada adolatli bo'lishi kutilmoqda. Chunki u har bir fuqaroning mehnat faoliyatiga to'g'ridan to'g'ri bog'liq bo'ladi. Kim ko'proq ishlasa, kim ko'proq daromad topsa va kim ko'proq ijtimoiy to'lovlarni amalga oshirsa, uning pensiya baliga ko'proq bal yig'iladi va natijada pensiya miqdori ham yuqori bo'ladi. Bu esa mehnatga layoqatli aholini rasmiy ishga joylashishga, ish haqini to'liq va shaffof ko'rsatishga, shuningdek belgilangan ijtimoiy to'lovlarni o'z vaqtida va to'liq to'lashga undaydi. Endi kimlar bu o'zgarishdan xavotirlanishi kerak va kimlar xavotirlanmasligi kerak? Xavotirlanishi mumkin bo'lganlar, bir no'g'ayri rasmiy mehnat qilganlar, kimki yillar davomida norasmiy ish bilan band bo'lib, ish haqi to'lovlaridan pensiya jamg'armasiga hech qanday ajratmalar amalga oshirmagan bo'lsa, ularning pensiya baliga hech qanday bal tushmaydi va natijada pensiya olish huquqiga ega bo'lmasligi yoki juda past pensiya olishi mumkin. 2. Astirish ish haqi miqdorini rasman past ko'rsatganlar. Astirish ba'zi ish beruvchilar va xodimlar konvertdagi maosh deb ataladigan usuldan foydalanib, rasman minimal ish haqi ko'rsatib, qolgan qismini naqd pulda berish amaliyotini qo'llaganlar. Bunday hollarda pensiya miqdori rasman ko'rsatilgan past ish haqi asosida hisoblanadi. Bu esa pensiyaning sezilarli darajada
kamayishiga olib keladi. Xavotirlanmaslik kerak bo'lganlar bir rasmiy ravishda band bo'lganlar. Astarish doimiy ravishda rasmiy ish joyida ishlab, ish haqi to'lovlaridan pensiya jamg'armasiga belgilangan to'lovlarni muntazam ravishda amalga oshirib kelgan fuqarolar uchun bu yangilik afzalliklarni beradi. Ularning har bir mehnat yili to'liq inobatga olinadi va pensiya miqdori adolatli tarzda ularning real mehnatiga qarab shakllanadi. 2 yakka tartibdagi tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilgan fuqarolar. Agar ular belgilangan ijtimoiy soliq va ajratmalarni muntazam ravishda to'lab kelgan bo'lsalar, ularning to'lovlari ham pensiya baliga aylanadi va pensiya miqdorini shakllantirishda inobatga olinadi. Keling, bir nechta real hayotiy misollarni ko'rib chiqamiz. Birinchi misol. 30 yillik uzluksiz stajga ega bo'lgan Ahmad akaning hikoyasi. Ahmad aka 1993 yildan 2023 yilgacha uzluksiz bitta davlat korxonasida ishlagan. Uning dastlabki yillardagi maoshi minimal ish haqiga yaqin bo'lgan bo'lsa, oxirgi 10-15 yilda u sezilarli darajada yuqori lavozimlarda ishlab, o'rtacha oylik maoshi 5 million so'm atrofida bo'lgan. Avvalgi tizimda uning pensiyasi asosan so'nggi 5 yildagi 5 million so'mlik o'rtacha ish haqi asosida hisoblanardi. Endi esa yangi tizimda Ahmad akaning butun 30 yillik mehnat faoliyati hisobga olinadi. Uning 1993-2005 yillardagi minimal maoshlari ham 2005-2023 yillardagi yuqori maoshlari ham alohida pensiya ballariga aylanadi. Masalan, u dastlabki 10 yilda minimal ish haqidan 2 barobar yuqori maosh olgan bo'lsa, bu davr uchun ma'lum miqdordagi ball yig'adi. Keyingi 10 yilda o'rtacha 3 million so'm maosh olgan bo'lsa, bu davr uchun boshqa ball yig'adi. Va nihoyat oxirgi 10 yilda 5 million so'm maosh olgan bo'lsa, bu davr uchun eng ko'p ballni yig'adi. Jami yig'ilgan ballar yig'indisi uning pensiya kapitalini tashkil qiladi va shu asosda pensiya miqdori aniqlanadi. Agar uning butun mehnat faoliyati davomida ijtimoiy to'lovlar muntazam va to'liq amalga oshirilgan bo'lsa, Ahmad akaning pensiyasi avvalgisiga nisbatan yanada adolatli va ehtimolki hatto yuqoriroq bo'lishi mumkin. Uning har bir ishlagan yili, har bir tiyin soliq to'lovi inobatga olinadi. Ikkinchi misol. O'zgaruvchan ish stajiga ega bo'lgan Dilnoza opaning holati. Dilnoza opa hayoti davomida turli ishlarda ishlagan. 10 yil davlat maktabida o'qituvchi bo'lgan. Keyin 5 yil xususiy korxonada menejer bo'lib ishlagan. So'ngra 7 yil davomida o'zini o'zi band qilgan holda tikuvchilik bilan shug'ullangan va bu davrda belgilangan soliq va to'lovlarni muntazam to'lab kelgan. Uning jami mehnat staji 22 yil. Avvalgi tizimda uning pensiyasi hisoblanganda, aynan uning qaysi davrdagi maoshi eng yuqori bo'lgani aniqlanib, o'sha davrdagi ish haqiga asoslanar edi. Endi esa yangi tizimda uning maktabdagi 10 yillik faoliyati davomida olingan maoshi va qilingan to'lovlar bo'yicha ballar. Xususiy korxonadagi 5 yillik faoliyati bo'yicha ballar va o'zini o'zi band qilgan davrdagi 7 yillik to'lovlari bo'yicha ballar alohida hisoblanadi. Misol uchun maktabda o'rtacha 2 million so'm maosh olgan bo'lsa, keyin xususiy korxonada 4 million so'm, tikuvchilikda esa har oy belgilangan minimal to'lovni amalga oshirgan bo'lsin. Yangi tizim har bir davrdagi daromadini va qilingan to'lovlarni aniq pensiya ballariga aylantiradi. Bu uning butun mehnat faoliyatiga nisbatan adolatli yondashuvni ta'minlaydi. Har bir mehnat davri o'ziga xos tarzda baholanadi va uning pensiya miqdoriga o'z hissasini qo'shadi. Uchinchi misol. Pensiya yoshiga yaqinlashayotgan, lekin ish stajida uzilishlari bor Azam akaga ta'siri. Azam aka hozir 28 yoshda va pensiya yoshiga yaqinlashmoqda. Uning umumiy rasmiy mehnat staji 20 yilni tashkil etadi. Ammo bu stajda katta uzilishlar mavjud masalan. 10 yil davlat ishida ishlagan, keyin 8 yil norasmiy ishlagan, so'ngra yana 10 yil rasmiy ishlagan. Avvalgi tizimda uning pensiyasi asosan so'nggi 10 yildagi rasmiy ishi davomidagi maoshiga asoslanib hisoblanar edi. Yangi tizimda esa u norasmiy ishlagan 7 yil davri uchun pensiya ballari yig'ilmaydi. Chunki bu davrda ijtimoiy to'lovlar amalga oshirilmagan. Faqat uning rasmiy ishlagan 20 yillik davrdagi ish haqi va qilingan to'lovlar pensiya ballariga aylanadi. Bu Azam akaning pensiya miqdoriga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Chunki norasmiy ishlagan yillar uning pensiya kapitaliga hissa qo'shmagan. Bu misol shuni ko'rsatadiki, norasmiy mehnat qilish kelajakdagi pensiya miqdorini sezilarli darajada kamaytiradi. 4-misol. O'z faoliyatini endi boshlayotgan yosh mutaxassis Shahzodaning kelajagi. Shahzoda hozir 25 yoshda. Oliy ma'lumotli va
yuqori texnologiyali sohaga ishga kirdi. Uning maoshi dastlabki yillarda unchalik yuqori bo'lmasa-da, har yili o'sib borish tendensiyasiga ega. Shahzoda rasmiy ravishda bank va ish beruvchisi barcha soliq va ijtimoiy to'lovlarni o'z vaqtida, to'liq hajmda to'lab kelmoqda. Yangi pensiya tizimi Shahzodaga ayniqsa foydali bo'ladi. Uning har bir ishlagan o'yi va undan amalga oshirilgan to'lovlar pensiya kapitalining ajralmas qismiga aylanadi. Agar Shahzoda kelajakda yuqori maoshli ishlarda faoliyat yuritib, muntazam ravishda ijtimoiy to'lovlarni amalga oshirsa, u pensiya yoshiga yetganda juda munosib pensiyaga ega bo'lishi mumkin. Yangi tizim yoshlarni dastlabki yillardan boshlab rasmiy mehnat qilishga va ish haqlarini to'liq rasmiylashtirishga undaydi. Chunki bu ularning butun kelajakdagi pensiyasiga bevosita ta'sir qiladi. Endi esa pensiya tizimining istisnolari, tuzoqlari va noaniq nuanslari haqida gaplashaylik. Har bir tizimda bo'lgani kabi, yangi pensiya tizimida ham ba'zi bir mahsulotlar va e'tibor berish lozim bo'lgan jihatlar mavjud. Istisnolar, birini astasik nogironligi bo'lgan shaxslar, nogironligi bo'lgan fuqarolar uchun pensiya tayinlashda mehnat staji talablari yengillashtirilishi mumkin. Ular ko'pincha mehnatga layoqatsizligi sababli to'liq mehnat stajiga ega bo'la olmaydilar. Shuning uchun ularga ijtimoiy pensiyalar yoki ma'lum bir minimal staj bilan tayinlanadigan pensiyalar taqdim etiladi. Yangi tizim ularning ijtimoiy himoyasini kafolatlashda davom etadi. Ammo hisoblash mexanizmi o'ziga xos bo'lishi mumkin. 2. Boquvchisini yo'qotgan oilalar. Boquvchisini yo'qotgan oilalarga, ya'ni vafot etgan shaxsning voyaga yetmagan farzandlari, nogiron oila a'zolari va qarindoshlarga pensiya tayinlash tartibi ham alohida belgilanadi. Bu holatlarda marhumning mehnat faoliyati va undan ajratilgan to'lovlar asosida nafaqa miqdori hisoblanadi. Mehnat sharoiti og'ir va zararli ishlarda ishlaganlar, ba'zi kasb egalari, masalan, shaxtyorlar, kimyo sanoati ishchilari va boshqalar. Mehnat sharoitining og'irligi tufayli umumiy belgilangan pensiya yoshidan oldinroq pensiyaga chiqish huquqiga ega bo'lishlari mumkin. Ularning staji maxsus koeffitsiyentlar bilan hisoblanishi yoki pensiya yoshi kamaytirilishi mumkin. Yangi tizim bu imtiyozlarni saqlab qolgan holda ularning pensiya miqdorini hisoblashda ham butun mehnat faoliyatidagi real ish haqi va to'lovlarni inobatga oladi. 4. Bolaga g'amxo'rlik qilish davri. O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra, ayollarning bolani parvarishlash davri odatda 3 yilgacha pensiya stajiga qo'shiladi. Yangi tizimda bu davr uchun ham pensiya baliga qandaydir asosiy miqdor yoki shartli hisob kitoblar qo'shilishi mumkin. Chunki bu davrda rasmiy ish haqi va to'lovlar amalga oshirilmaydi. Noaniq nuanslar va tuzoqlar biri. Stajni tasdiqlashda muammolar. Ba'zi fuqarolarda, ayniqsa 1990 yillargacha va undan keyingi o'tish davrida ishlaganlarda mehnat stajini tasdiqlovchi hujjatlarda mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalar, chalkashliklar yoki yetishmovchiliklar bo'lishi mumkin. Yangi tizim har bir yilni va hatto har bir oyni hisobga olganligi sababli har bir staj davrini tasdiqlash yanada muhim ahamiyat kasb etadi. Tasdiqlanmagan staj davrlari pensiya balidan chetda qoladi. 2. Ish haqini kam ko'rsatishning uzoq muddatli oqibatlari. Agar fuqaro uzoq yillar davomida ish haqini rasman kam ko'rsatib, ijtimoiy to'lovlardan oz miqdorda to'lab kelgan bo'lsa, hatto katta mehnat stajiga ega bo'lsa ham, uning pensiya miqdori kutilgandan ancha past bo'lishi mumkin. Bu tuzoqlardan biri hisoblanadi. Chunki odamlar hozirda ozgina pulni tejashga urinib, kelajakdagi katta daromaddan mahrum bo'ladilar. Korreksiya koeffitsiyentlari. Pensiya miqdorini hisoblashda ish haqi ko'pincha inflyatsiya va o'rtacha ish haqi o'zgarishlarini hisobga oluvchi korreksiya koeffitsiyentlari orqali indeksatsiyalanadi. Bu koeffitsiyentlarning o'zgarishi pensiya miqdoriga bevosita ta'sir qiladi. Hukumat tomonidan qabul qilingan qarorlarda bu koeffitsiyentlar qanday hisoblanishi va qachon qayta ko'rib chiqilishi muhim ahamiyatga ega bo'ladi. 4. Elektron tizimga to'liq o'tish. Pensiya tizimi to'liq raqamlashtirilgan bo'lsa-da, ba'zi ma'lumotlar eski qog'oz formatda saqlanib qolgan bo'lishi mumkin. Yangi tizimda ma'lumotlarning aniqligi va to'liqligi juda muhim. Agar tizimda sizning stajingiz yoki ish haqingiz haqida noto'g'ri ma'lumot bo'lsa, bu to'g'rilashni talab qiladi. Bu yangi tizimning maqsadi har bir fuqaroning mehnatiga, uning ijtimoiy sug'urta tizimiga qo'shgan real hissasiga mos ravishda pensiya olishini ta'minlashdir. Shu bois kelajakda munosib pensiya olishni istagan har bir fuqaro o'z mehnat faoliyatini rasmiy va shaffof tarzda olib borishi shart. Amaliy maslahatlar. Siz nima qilishingiz kerak?
Aziz tomoshabinlar, bu o'zgarishlar shunchaki nazariy emas, balki sizning kelajagingizga bevosita ta'sir qiladi. Shuning uchun men sizga aniq qadam-baqadam ko'rsatmalar beraman. Pensiyangizni maksimal darajada ta'minlash uchun nima qilishingiz kerakligini tushuntiraman. Birinchi qadam pensiya stajingizni va ish haqingizni tekshiring. Bu eng birinchi va eng muhim qadamdir. Sizning butun mehnat faoliyatingiz davomida yig'ilgan mehnat stajingiz qanchaligini va har bir davrida qancha ish haqi rasman ko'rsatilganini aniqlashingiz shart. Qayerga murojaat qilish kerak? Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali my.uf.uz. Ushbu portal orqali siz o'zingizning elektron mehnat daftarchangizdan ko'chirma olishingiz, mehnat stajingiz haqida ma'lumotlarni tekshirishingiz mumkin. Bu eng qulay va tezkor usuldir. Elektron orqali tizimga kirib, tegishli bo'limni tanlaysiz. Asosiy davlat xizmatlari markazlari DXM açtırış. Agar sizda error bo'lmasa yoki onlayn xizmatlardan foydalanishda qiyinchiliklarga duch kelsangiz, o'zingizga eng yaqin davlat xizmatlari markaziga shaxsingizni tasdiqlovchi hujjatli pasport bilan murojaat qiling. U yerdagi xodimlar sizga mehnat stajingiz va ish haqingiz to'g'risidagi ma'lumotlarni olishga yordam beradilar. Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlari sizning yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasining bo'limiga ham murojaat qilib, batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Nima uchun bu muhim? Ma'lumotlaringizda xatoliklar yoki yetishmovchiliklar bo'lishi mumkin. Masalan, ba'zi ish beruvchilar ma'lumotlarni to'g'ri kiritmagan yoki ba'zi davrlardagi stajingiz umuman hisobga olinmagan bo'lishi mumkin. Bu xatoliklarni imkon qadar tezroq aniqlash va ularni tuzatish muhimdir. Ikkinchi qadam, mavjud muammolarni bartaraf etish. Agar siz mehnat stajingizda uzilishlar yoki ish haqingizda noto'g'ri ma'lumotlarni aniqlasangiz, quyidagicha harakat qilishingiz kerak. Hujjatlarni to'plash. Asrish stajingizni tasdiqlovchi barcha hujjatlarni mehnat daftarchasi, ishga qabul qilish va bo'shatish to'g'risidagi buyruqlar nusxalari, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar, arxiv ma'lumotnomalari yig'ing. Hatto 1990-yillardan oldingi davrlardagi ma'lumotnomalar ham juda muhim. Eski ish joylariga murojaat. Agar eski ish joyingiz hali faoliyat yuritayotgan bo'lsa, ulardan staj va ish haqi to'g'risidagi tasdiqlovchi ma'lumotnomalar olishga harakat qiling. Arxivga murojaat. Agar korxona tugatilgan bo'lsa, uning arxiv hujjatlari saqlanadigan hududiy arxivlarga murojaat qiling. Ularning elektron portallari orqali ham murojaat qilish imkoniyati mavjud. Pensiya jamg'armasiga yozma murojaat. Yig'ilgan hujjatlar bilan pensiya jamg'armasiga yozma murojaat qilib, stajingizni to'g'rilashni yoki qo'shimcha ma'lumotlarni kiritishni so'rang. Murojaatnoma 2 nusxada bo'lishi, bir nusxasini o'zingizda qoldirib, qabul qilinganlik to'g'risida belgi qo'ydirishingiz shart. Uchinchi qadam. Kelajagingiz uchun hozirdan qayg'uring. Agar siz hali pensiya yoshiga yetmagan bo'lsangiz, quyidagi tavsiyalarga amal qilingan rasmiy mehnat qiling. Faqat rasmiy ish joylarida ishlang va ish beruvchingizdan ish haqingizni to'liq rasmiylashtirishni talab qiling. Ish haqingizdan ijtimoiy to'lovlar muntazam ravishda pensiya jamg'armasiga o'tkazilayotganiga ishonch hosil qiling. Buni har oyda yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali tekshirib ko'rishingiz mumkin. O'zini o'zi band qilishni rasmiylashtiring. Agar siz yakka tartibdagi tadbirkor bo'lsangiz yoki o'zini o'zi band qilgan fuqaro bo'lsangiz, belgilangan ijtimoiy soliq va ajratmalarni muntazam ravishda to'lab boring. Bu sizning pensiya stajingizga hisoblanadi va kelajakdagi pensiya miqdorini oshiradi. Daromadingizni oshirishga intiling. Pensiya miqdori bevosita sizning ish haqingizga bog'liq bo'lganligi sababli. Doimiy ravishda malakangizni oshiring. Ko'proq daromad keltiradigan ishlarni qidiring. Yug'ori ish haqi, yug'ori pensiya degani. Har yili tekshiruvdan o'ting. Har yili hech bo'lmaganda bir marta o'zingizning pensiya stajingiz va pensiya jamg'armasiga o'tkazilgan to'lovlar holatini tekshirib boring. Bu sizni kutilmagan yoqimsiz vaziyatlardan saqlaydi. 4-qadam. Qarorga norozilik bildirmoqchi bo'lsangiz, agar sizga pensiya tayinlashda yoki uning miqdorini hisoblashda qonunbuzarlik deb hisoblagan holat yuzaga kelsa, sizning huquqlaringiz himoyalangan pensiya jamg'armasiga shikoyat. Dastlab pensiya tayinlagan yoki hisoblagan pensiya jamg'armasi bo'limi boshlig'iga yozma ravishda shikoyat qiling. Shikoyatingizda vaziyatni aniq bayon eting va sizning fikringizcha qaysi qonun normasi buzilganini ko'rsating. Yuqori turuvchi organga murojaat. Agar tuman shahar pensiya jamg'armasi bo'limining javobi sizni qoniqtirmasa, yuqori turuvchi organga. Ya'ni pensiya jamg'armasining viloyat boshqarmasiga yoki
O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Sudga murojaat. Agar barcha ma'muriy usullar natija bermasa, siz sudga da'vo arizasi bilan murojaat qilish huquqiga egasiz. Sud sizning ishingizni xolis ko'rib chiqadi va qonuniy qaror qabul qiladi. Aziz do'stlar, pensiya tizimidagi bu o'zgarishlar shunchaki bir qog'ozdagi qo'yda emas. Balki bu sizning kelajagingizdagi farovonlik garovi, sizning uzoq yillik mehnatingizning adolatli bahosidir. Har birimiz bu o'zgarishlarga jiddiy yondashishimiz va o'z pensiya kapitalimizni hozirdan boshlab shakllantirishga e'tibor qaratishimiz kerak. Unutmang, sizning pensiyangiz miqdori endi sizning butun mehnat faoliyatingiz davomidagi rasmiy ish haqingizga va to'lagan ijtimoiy to'lovlaringizga bevosita bog'liq bo'ladi. Bu adolatli tizim bo'lib, halol mehnat qilgan har bir fuqaro munosib pensiyaga ega bo'lishi kerak. Umid qilamanki, bugungi videomiz siz uchun juda foydali va tushunarli bo'ldi. Berilgan ma'lumotlar sizga pensiya tizimidagi yangiliklarni tushunishga va kelajakdagi pensiyangizni ta'minlash uchun qanday qadamlar qo'yish kerakligini anglashga yordam beradi. Esda tuting. Hozirdan harakat qilish kelajakda xotirjam yashash garovidir. Mening kanalimda mana shunday muhim va dolzarb masalalar yuzasidan muntazam ravishda ma'lumotlar berib boriladi. Shunday ekan, ushbu videoga like bosishni, o'z fikrlaringizni va savollaringizni izohlarda yozib qoldirishni unutmang. Sizning savollaringiz asosida keyingi videolarimizni tayyorlashimiz mumkin. Eng muhimi, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Zero bu bizni yanada ko'proq foydali kontent yaratishga ruhlantiradi. Bizning maqsadimiz sizni qonunchilikdagi barcha o'zgarishlardan xabardor qilib borish va sizga amaliy yordam berishdir. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling.